لىدېردا چوقۇم بولۇشقا تېگىشلىك 21 سۈپەت. ئاپتورى ئەركىن سىدىق. 2011 yılı 17 sentabr. 1. qism. 2010 yıldaki bir cuma günü düşdün keyin mən işləydigan idara GPL'deki mən qatnışıvatqan bir projektning başlığı mağa. Erkin, aldımızdaki düşənbə günü bizning projektni ko'zdan kechirdiganға bir muhim yig'in bor. Shu yig'inda doklad qiladiganға mağa bir qancha PowerPoint bet keladigan natijalar kerak edi. Sen uni düşənbəgacha tayyorlab bera olasanmi? Bu yig'inga NASA'ning bosh shtabidagi mushu projektga mas'ul xodimlarmi qatnashatdi dedi. Men bu ishning nihoyat muhimligini his qilib, uningga "Men ati uyda ishlab, bu ishni puturib beray" deb javob berdim. Atisi men kompyuterni uydan idoradagi kompyuterlarga ulab, zarur hisoblashlarni qilishga urinib baqsam, sur'atning ostiligidan ichim nihoyat pushib ketdi. Shuning bilan ashu shanba kuni 45 kilometr yo'l yurib, idoraga berib, bir kun ishlab, u ishlarni puturdim. Düşənbə gündəki yığında bizning projektning boshlig'i men tayyorlagan mazmunlarni doklad qilishdan burun men hozir doklad qiladigan mazmunlarni Erkin Sىدىق shanba kuni orom olmay ishlash orqali tayyorlab berdi. Shunga oldi bilan men uningga rahmat aytaman dedi. Bu qitimqi yig'inning muhimligi bilan silishtirganda mening qilganim bir unchavala cho'ng ishmo emas bo'lib, Başlığımның meni bu yığında alayda tilg'i elishning hech qanday hojati yo'q edi. Lekin o vaqtning qanchalik qisqaligiga qaramay, mening töhbamni ko'pchilikning oldida oshkor e'tirof qilish nuqtasida turib, meni tilg'i oldi. Men o'zimning Amerikadagi oliy maktab va shirkat hayotimda bundaq ishlarni ko'p qatim uchratdim. Başlıqlar özünün qo'l ostidagi kishilarning töhbinlarini ayrim va ko'pchilik oldida oshkor e'tirof qiladi. Bu nima uchun bilamsiz? Buning sababi bu başlıqlar yoki liderlarning hammasi liderlik ilmida maxsus tarbiya ko'rganlar bo'lib, yuqorqida qilishning inson psixologiyasida intayin muhimligini ularning hammasi o'xshash darajada biladiganligidandir. Men hozirgacha yozgan maqolalarimda arzu, nishon, g'oyani reallikqa aylantirish, shirkat boshqarish, dahi va muvaffaqiyat qatorliq bir qator masalalar ustida bir ozdan to'xtaldim. Hozirgacha to'xtalmagan ilmiy hukmlarning biri liderlik ilmidan iborat. Amerika qatorliq g'arb ellarda bu ilm nihoyatda kengri umumlashgan bo'lib, men Amerikadagi bir qancha shirkatlarda injener va boshliq bo'lib ishlash jarayonida boshqarish va liderlik to'g'risidagi maxsus kurslarga bir qancha qatim qatnashib baqdim. O'zimning mo'lcharicha Uyg'urlar hozirgacha bu ilmga ancha e'tibor berib ketolmadi. Şunlaşqa bu ilimning kuchidanmi önümlük foydalanmadi. Bir millatning gullanishida yetarlik sondagi liderlik bilimlarini biladigan hamda uni önümlük ishiltalaydigan kishilarning bo'lishi intayin muhim rol o'ynaydi. Hammaylarning xabarda bo'lganidek, hozir vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar jamiyatida liderlik bilimi va liderlik mahoratining yetarsizligi sababidan yuz berayotgan nachar ahvollar intayin ko'p. Shunglashqa men mazkur maqolada John Maxwell'ning bir liderda cho'qum bo'lishga tegishlik 21 sifat degan kitobidagi mazmunlarni qisqacha tunishtirib o'taman. Umumlashtirib aytganda, liderlikning mundaq ikki tarafi bor. Uning biri har bir kishining o'z-o'ziga qartilgan liderlik iqtidori. Yana biri bo'lsa, boshqalarga qartilgan liderlik iqtidori. Har bir odamning o'xshamagan sondagi go'zal orzulari, nishonlari va g'oyalari bor bo'ladi.
Shundaqla ko'p sondagi kishilar o'zining tafakkur dunyosidagi ashu go'zal orzu, nishon va g'oyalarni amalga oshirgan vaqtdagi manzarlarni ko'rib turishga, ashu chog'dagi ahvollar to'g'risida xiyol qilishga moyil keladi. Undaqda o'zingiz bilan sizning go'zal orzularingizning o'ttirsini ayirib turgan narsa nima bilamsiz? U sizning liderlik iqtidoringiz. Liderlik iqtidori sizning boshqalarni unumlik yetaklab mengishingiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydi. Shundaqla sizning o'z g'oyangizni amalga oshirishda kam bo'lsa-mu ham bo'lmaydi. Shunglashqa mayli siz boshqa bir guruh odamlarni boshquradigan yoki ularga yetakchilik qiladigan bir rasmiy boshliq yoki bir rasmiy lider bo'lmang, mazkur maqolani cho'qum bir qitim o'qib chiqing. Lider yoki boshliq degan atalg'uning o'zidilla ko'rinib turganidek, bir guruh odamlarni boshquradigan yoki ularga yetakchilik qiladigan bir rasmiy boshliq yoki rasmiy lider uchun bu maqolada tunishtiriladigan mazmun texmi muhim. Bir rasmiy liderning layoqatli lider bo'lolmaganligini o'lchaydigan bir muhim o'lcham. Başqalarning uningga o'zligidan agishishni xohlamaydiganligidir. Agar siz yetakchilik yoki liderlik qilsangiz, ammo sizga hech kim agashmasa, u holda sizning qilganingiz boshqalarni yetaklab mengish bo'lmasdan yolg'iz yo'l mengish bo'ldi. Shunglashqa agar siz biror shirkat qurmoqchi bo'lgan yoki biror tashkilot yoki shirkatda ma'lum bir darajadagi bir boshliqlik rolini olgan birisi bo'lsangiz, bu maqolni cho'qim bir qitim o'qib beqing. John Maxwell apandi butun dunyodagi hozirgacha yashagan ulug' lider yoki dahiylarni tadqiq qilib, ularning hammasining mazkur maqolada tunishtiriladigan 21 sifətga ega ekanligini yakunlab chiqqan. Bu 21 sifət haqidagi bilimlar sizning haqiqiy turda unumli yetakchilik qiladigan va kishilar agishishni istaydigan bir lider bo'lish uchun hozirlamasangiz bo'lmaydigan kishilik xarakterlar bilan tunishib chiqish, ularni taraqqiy qildirish va ularni to'g'irlash uchun nihoyat zo'r yordam qila oladi. Liderlik bilimlarini bilish bilan uni amaliyotda qo'llanib, muvaffaqiyatli liderlik qilish ayrim ikki ish. Jarayon qonuniyatining ko'rsatishicha, liderlik hargizmi bir kunning ichidala yetilmaydi. Balki u har kuni az-azdan taraqqiy qilib yetiladi. O'zingizni liderlik bilimlarini biladigan bir odamdan real dunyoda muvaffaqiyatli liderlik qila oladigan birisiga aylantirishdagi ochqoch sizning kishilik xarakteringizdan iborat. Sizning kishilik xarakteringiz yoki xarakter jihatdagi sifatingiz sizning liderlik iqtidoringizni harakatga keltirib, uni kuch-quvvatga ega qiladi. Yoki bo'lmasa, u sizning muvaffaqiyat yo'lingizni to'sib qo'ydi. Bir odamning unumli lider bo'lolmasligini uning ichki jihatda qanday odam ekanligi belgilaydi. Boshqacha qilib aytganda, liderlik odamning ichidan sirtqa qarab taraqqiy qilib yetiladi. Agar siz ichki jihatda bir layoqatli lider bo'la oladigansiz, tashqi jihatdami o'zingiz arzu qilgandek liderlarning biri bo'la olasiz. Shunglashqa, agar siz liderlik baldiqining eng yuqori pallasiga chiqmoqchi bo'ladigansiz, cho'qim o'zingizda yoki o'zingizning ichki dunyosida mushu maqolada tunishtiriladigan 21 sifatni yetildiring. Agar siz shunday qila oladigansiz, siz dunyodagi boshqa har qanday ishni qila olasiz. Kitobning avtori to'g'risida. Bir liderda cho'qim bo'lishga tegishlik 21 sifat degan kitobning avtori John Maxwell bo'lib, men avtor haqida o'zimning g'oya tiklashning 10 o'lchami degan maqolasida ozroq tushuncha bergan edim. Maqolaning to'liq bo'lishiga kapolatlik qilish uchun o'xshash tushunchani bu yerga kirgizib qo'ydim.
John Maxwell әпәнди xalqarada e'tirof qilingan lidershunoslik mutaxassisi, nutq so'zlaguvchi va avtordir. Uning hozirgacha yozgan 50 dan ortiq kitobi bor bo'lib, uning 16 milliondan ortiq kitobi setilgan. Dunyodagi 2 milliondan ortiq liderlarga tarbiyalash nutqlari darslarini so'zlagan. O, liderlar tava o'rinlardan dunyodagi eng muvaffaqiyatli 500 Fortune tizimlikidagi shirkatlar, har qaysi ellarning hukumatlari, Amerikaning harbiy akademiyasi, Amerikaning mamlakatlik sport birlashmalari va bېتىدىنni o'z ichiga oladi. 500 Fortune şirketlerini dünyada naiti nüfuzluq bo'lgan Fortune yoki Talay jurnali har yili tanlab bekitadigan bo'lib, ular dunyodagi eng cho'ng 500 şirketni o'z ichiga oladi. John Maxwell әпәнди bir qancha mulozimat shirkatlarini qurgan. Uning liderlikning og'dirib tashlag'il bo'lmaydigan 21 qonuniyati. Özünüzün içindeki liderlikni yetildirin va bir liderda cho'qum bo'lishqa tegishlik 21 sifat degan 3 parcha kitobining har birisi 1 million nusxadan ko'proq setilgan. Tövəndə mən bir liderda cho'qum bo'lishqa tegishlik 21 sifatni tonishtirishni boshlayman. Birinchi, kishilik xarakter. Cho'ng tashning bir parchasi bo'lish. Bu haqda ishlatilgan inglizcha so'z character bo'lib, uning yo'lg'on lug'atidagi ma'nosi xarakter, mijoz, xususiyat, axloq, fazilat, alaydilik, o'zgachilik, personaj, belga ekan. Ya'ni bu so'z John Maxwell әпәндінің kitobida kishilik xarakter degan ma'nodami hamda axloqliq degan ma'nodami ishlatilgan bo'lib, men inglizcha xarakter degan so'zni ashundoq ikki xil ma'noda olaman. Bu yerdagi kishilik xarakter deganimiz bir odamning axloqiy sifatiga samimiy bo'lish va jur'atlik bo'lish qatorliq kishilik sifatiga qartilgan. Bir liderning hayotidagi har xil ahvollarga qandoq muomala qiladiganligi uning kishilik xarakteri yoki fazilatining qandoq ekanligini ko'rsatib berdi. Krizis bir odamning xarakterini yetildirmaydi, ammo uning xarakterining qandoqligini oshkorlab berdi. Odam bir o'ngsizlikqa yo'liqqanda mundaq ikki xil yo'ldan birini tanlashga majbur bo'ladi. Axloqliq bo'lish yoki murassa qilish. Har qitim axloqliq bo'lishni tanlagan odam bundaq tanlash bir salbiy oqibatni keltirib chiqargan taqdirdimi, har qitim burunqidimi kuchli bo'lib mangdi. O'zimizda esil fazilatlarni yetildirish, o'zimizni bir lider qilib taraqqiy qildirish uchunla emas, o'zimizni bir yaxshi inson qilib yetildirish uchunmi nihoyatda zarur. Sizning xarakteringiz sizning kim ekanligingizni belgilaydi. Sizning kim ekanligingiz sizning nimani ko'rdiganligingizni belgilaydi. Sizning nimani ko'rdiganligingiz sizning nima ishni qiladiganligingizni belgilaydi. Shunglashqa bir liderning qandaq ish elib bordiganligini uning xarakteridan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Agar bir liderning niyati bilan harakati davomliq, o'zaro qarama-qarshi bo'lib mangdikan, siz uning kishilik xarakterini kuzatish orqali nima uchun ashundoq bo'ldiganligini bayqay olasiz. Odamning bir qism talantlari tug'ma bo'ladi. Ammo kishilik xarakter xususiy tanlashdir. Biz o'zimizning ota-onasini, tug'ilgan va o'sib yetilgan yurtini va o'zimizning talantlarini o'zimiz tanlay olmaymiz. Ammo o'zimizning xarakterini o'zimiz tanlay olamiz. Ya'ni biz har qitim bir tanlashga duch kelganda o'zimiz uchun bir xarakterni vujudga keltiramiz. Bizning hayotimiz o'zimizning kishilik xarakterlarimizni yetildirish jarayoni bo'lib hisoblanadi. Haqiqiy liderlik boshqa kishilarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Agar hech kim sizga ergishib mangmasa, siz boshqalarni yetaklab mang'an bo'lmaysiz.
Balki o'zingiz yolg'iz mengib ketayotgan bo'lasiz. Kishilar nachar xarakterlik yoki nachar axloqliq liderlarga ergashmaydi. Burun ergashgan bo'lsa-mu, uning xarakterining yoki axloqining nacharligini bayqagan hamon uningga ergashishdan to'xtaydi. Liderlar o'z xarakterining cheklamasidan ustun turadigan bir pallaga yetolmaydi. Ba'zi noyatda talantli kishilar ma'lum darajadagi muvaffaqiyatga erishib bo'libla vayron bo'lib ketadi. Bundaq bo'lishdagi xalqiliq omil kishilik xarakterdir. Harvard Universitetining professori Steven Berglasning deyishicha, undaq odam tövəndəki 4 xil ahvoldan kam deganda birini o'z beshidan o'tkazadi. Haqavırlıq qilish, intayin yolg'izlik his qilish, buzg'unchilik darajasida tavakkülchilik qilish va zina qilish. Bularning har birisi ojiz xarakterli kishilar to'laydigan ig'ir badallar bo'lib hisoblanadi. Agar sizda yuqorqidek 4 xil ahvolning birisi ko'rilsa, cho'qum qilayotgan ishingizni to'xtatib, bir oz orom eling. Hamda o'zingiz uchun bir chora teping. Agar xarakterdagi ojizliklar o'z vaqtida o'zgartirilmaydigan, vaqtning o'tishiga ergishib, undaq ojizlik texmi ig'irlashib mangadi. Siz oilangizda, xizmatingizda va jamiyatda boshqalarni yetaklagan vaqtingizda siz uchun eng muhim boyliqning kishilik xarakter yoki esil axloqiy fazilat ekanligini hargizmo unutilib qolmang. Ikkinchi, sehriy kuch. Tunji qitim bergan ta'sir hal qilg'uch rol o'ynaydi. Sehriy kuchni inglizchada charisma deydigan bo'lib, uning inglizcha lug'atdagi ma'nosi bir odamning ma'lum bir odam to'piga ta'sir ko'rsatishi yoki huquq yurgizish imkoniyatiga ega qiladigan ruhiy kuchi yoki kishilik sufati deb tushuntirilgan. Oddiy so'z bilan aytganda, sehriy kuch deganimiz boshqalarni o'ziga jalb qilish iqtidoridan iborat. Amerikalik Dan Raylan mundaq deydi: Siz sehriy kuchga qanday qilish orqali erisha olasiz? Boshqalarni o'zlar to'g'risida yaxshi hissiyotga ega qilishni, ularni siz o'zingiz to'g'risida yaxshi hissiyotga ega qilishdan ustun o'ringa qo'yish orqali. Desila, ishning hammasini malla qilyapman, boshqalarning bo'lsa bu ishlar bilan ancha kor bo'lmayotidi deydigan odam sehriy kuchga ega bo'lmaydi. Uning aksicha, ishni asosan palonchi pokonchilar qildi va qilyotidi. Men faqat sirtdan azroq yordamda bo'lyapman deydigan liderlar haqiqiy sehriy kuchga ega bo'ladi. Sehriy kuch tug'ma bo'lmaydi, xuddi boshqa kishilik sifatlarga o'xshash sehriy kuchnimi yetildirgil bo'ladi. Boshqalarni o'ziga jalb qila oladigan, boshqalarni o'ziga o'z ixtiyorligi bilan ergashtira oladigan bir odam bo'lish uchun siz tövəndəki ishlarni qilishingiz kerak. Birinchi, hayotni qadrlash. Kishilar hayotni qadrlaydigan liderlarni yaxshi ko'rdi. Siz qandaq tipdagi kishilar bilan birga bo'lishni xohlaysiz? Chechilg'oq, oson ochiqlanadigan, tushkun va kashkichi boshqalardan og'irnib yuradigan odamlar bilanmi yoki dong chiqargan va turmushni intayin qadrlaydigan kishilar bilanmi? Ikkinchi, boshqalarning yaxshi tarafini ko'radigan bo'lish. Bir tadqiqotchi o'zlari tirishib millioner bo'lgan yuzdak odamni tekshirganida ulardagi birdan bir o'rtaqlik ularning hammasi boshqalarning yaxshi tarafini ko'rish ekanligini bayqagan. Agar siz boshqalarning yaxshi tarafini ko'rsangiz yoki e'tirof qilsangiz, uni o'zlariga ko'rsatib bersangiz, ularni ilhomlantirib tursangiz hamda ularning o'zidagi yoshirin kuchlarni to'liq joriy qildirishiga yordam qilsangiz, sizning bu qilganlaringiz uchun ular sizni intayin yaxshi ko'radigan bo'ladi. Angliyaning burunqi boshbaqani Benjamin Disraeli ana shundoq odamlarning biri. Bir qitim u mundaq degan:
Siz başqa bir adamga qilib bera oladigan eng cho'ng yaxshi ish o'zingizning boyligini uning bilan o'rtoqlashishla emas, balki uning boyligini o'ziga tonitib qo'yishdan iborat. 3. Boshqalarga umid elib kelish. Fransiyalik general Napoleon Bonaparte liderlarga umid sodachilari degan aniqlamani bergan. Onun qarışça bir adamның barlıq mal-mülki içində ümid hammadan ulug' mal-mülk bo'lib hisoblanadi. Agar siz boshqalarga umid elib kelalısınız, siz ularni o'zingizga yuksak darajada jalb qila olasiz. Shundaqla ular siz uchun bir umr minnatdor bo'ladi. 4. Boshqalar bilan o'z ahvolini o'rtoqlashish. Kishilar o'zining ahvolini va hayot safirini so'zlab beradigan liderlarni nihoyat yaxshi ko'rdi. Siz boshqalarni yetaklaganda ularga o'zingizning ahvolini so'zlab berib turing. O'zingizning o'y-fikrlarini, o'zingizdagi har xil tadbir choralarni va o'zingizning alayda ishlarini so'zlab berib turing. Mən hazırgacha o'zim uchratgan Uyg'ur qarindoshlar bilan paranglashganda va Uyg'urlar bilan yig'ilishlarga borganda, so'z qilganda o'zimning ishlarini ko'plab so'zlab berib keldim. Ularni yozma suhbat va tarjimal shaklda yezib, to'rg'imi chiqarib etdim. Bunda qilishdagi maqsadimning biri boshqalarga o'zimning bir oddiy Uyg'ur ekanligimni bildirib qo'yish. Yana biri bo'lsa, ularni o'zimning sarguzashtlari, tajriba saboqlari va hozirgacha egillagan bilimlarimdan xabardor qilib, shu orqali ularni ilhomlantirish. Boshqalarni o'zidan ustun qo'yadigan, o'ziga ko'ngil bo'lishdan burun boshqalarga ko'ngil bo'ladigan liderlarda sihriy kuch bor bo'ladi. Maqolni o'qib, mush yerga kelganda, sihriy kuch jihatda siz o'zingizni bir qitim baholab beqing. Siz boshqalarni o'zingizga tabiiy holda jalb qila olamsiz? Sizni boshqalar yaxshi ko'ramdi? Agar bu savollarning javobi yo'q bo'lsa, sizda cho'qum tövandagidek illatlar yoki sihriy kuchning to'salg'unlari mavjud bo'lishi mumkin. G'urur. Her vaqt o'zini boshqalardan ustun qo'yadigan liderga hech kim ergashmaydi. Andishlik. Agar siz o'zingizni ancha yaxshi ko'rib ketmasangiz, sizni boshqalar yaxshi ko'rmaydi. Mijazi o'sal bo'lish. Agar kishilar sizdan nimani umid qilsa, bo'ladiganligini bilolmasa, ular sizdan biror ishni umid qilishdan butunlay to'xtaydi. Mukammallik. Kishilar birsining kamolatga yetish orzusiga hurmat qiladi. Ammo uning reallikqa uyg'un kelmaydigan umididan qattiq andish qiladi. Shaxsiyatchilik. Kishilar boshqalarning salbiy tarafini ko'radigan birsining o'zlariga qarta hamma yo'nalishlarda tanqid yog'dirishini yoqtirmaydi. Agar siz yuqorqidek illatlardan o'zingizni yiroq tuta olsangiz, siz o'zingizda sihriy kuchni yetildira olasiz. 3. Sodiqlik. U ish qilguvchilarni xiyolchilardan farqlantirib turadi. Bu so'z inglizcha commitment deb atiladigan bo'lib, uning ma'nosi boshlagan ishiga o'zini to'liq atash, boshlagan ishiga boshdan oxir to'liq kirishish, ko'zlagan nishonni bo'ylab boshdan oxir sodiqlik bilan qattiq tirishish deganga yaqin keladi. Yulg'un lug'atida bu so'zga eng yaqin keladigan so'z sodiqlik bo'lg'achqa, men bu yerda shu so'zni ishlatdim. Atix şirketining prezidenti va lideri Stephen Greg mundaq deydi. Kishilar o'zini bir ishqa to'liq atamagan liderlarga ergashmaydi. Sodiqlik tövandagi bir qator ishlarda ifodalanadi. Har kuni qancha soat ishlaydiganligingiz, o'zingizning iqtidorini yaxshilash uchun qanday tirishchanliklarni ko'rsatadiganligingiz va o'z manfaatingizni qurbon qilish badaliga o'z xizmatdoshlaringizga nima ishlarni qilib berdiganligingiz.
Dünyada hazırgacha özünü başlagan işqi toluq atımıgan birərmi uluq day körülüb baqqan emas. Amerika hava armiyasının başlığı bu vaqtda mundaq deydi. Sadiqlik bizga yangi kuch qudrat ato qiladi. Kesal, namratlıq yoki balay ofatlarning qaysi beshimizga kelishidan qat'iy nazar bizda sodiqlikli bo'ladi ekan, biz ko'zimizni o'z nishonimizdan birdammi ayirmaymiz. Sodiqlik degan nima? Har bir odam uchun uning o'xshamagan ma'nosi bor. Bir chelishchi uchun yiqitilgan qitim sonidan o'rnidan tura olgan qitim soni bir son ko'proq bo'lish. Bir marafonga, ya'ni uzunga yugurguchi uchun hech qanday kuchi qolmagandimi, yana 10 kilometr orliqqa yugurish. Bir askar uchun u tarafda o'zini qanday ahvol saqlab turayotganligini bilmay turibmi, bir do'ngning qarshi tarafiga o'tish. Bir lider uchun yuqorqilarning hammasi emas, uningda ko'proq ishlar. Chunki u yetaklayotgan odamlarning hammasi uningga taynidi. Agar siz bir unumlik lider bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz cho'qum qilayotgan ishingizga sodiq bo'lishingiz kerak. Haqiqiy sodiqlik boshqalarni ilhomlantiradi va boshqalarni o'ziga jalb qiladi. Siz faqat o'zingiz shug'ullanayotgan ishga ishongandila, boshqalarmi sizga ishonadi. Qoyil qilish qonuniyatining deyishicha, kishilar oldi bilan liderga qoyil bo'lib, ondan u lider shug'ullanayotgan ishga qoyil bo'ladi. Sodiqlikning haqiqiy mohiyati nima? Tövəndəki 3 narsaga qarab beqing. Birinchi, sodiqlik sizning yuragingizdan boshlanadi. Ba'zi kishilar bir ishga o'zini to'liq atashdan burun hamma ishning mukammal bo'lishini istaydi. Ammo sodiqlik natijaning oldida keladi. Dunyoga tangliq basketbolchi Michael Jordan mundaq deydi. Yaxshi odamlar bilan ulug' odamlarni ayirib turadigan narsa ularning yuragidan iborat. Agar siz boshqalarning hayotida belgilik o'zgarish paydo qila oladigan bir lider bo'lishni istasangiz, o'zingizni to'liq atamaganligingizni bilish uchun o'zingizning yuragini tekshirib beqing. Ikkinchi, sodiqlik amaliy harakat orqali siniladi. Sodiqlik to'g'risida so'zlash bir ish, u to'g'risida amaliy ish qilish yana bir ish. Sodiqlikning haqiqiy o'lchami amaliyatdan iborat. Yozg'ichi Gordon mundaq deydi. So'zdan oson ish yo'q. Qilgan so'zini kunlik ish harakati orqali amalga oshirishdan tas ish yo'q. Uchinchi, sodiqlik muvaffaqiyatning eshigini ochadi. Bir lider bo'lish sifatingiz bilan siz nurg'un to'sqinlik va qarshiliklarga duch keldingiz va kelasiz. Ba'zida sizni olg'a qarab ilg'iltadigan birdan-bir narsa sizning sodiqligingiz bo'lib qoladi. Yozuvchi va nutqchi David Maknaylining deyishicha, sodiqlik qarshilikning dushmani. Chunki u sizning qancha qitim yiqitilganligingizdan qat'iy nazar, sizning o'rningizdan qaytadan turib, to'xtamay olg'a ilg'irlashingizning haqiqiy va'dasi. Sodiqlik masalasida kishilarni mundaq 4 turga ayirishga bo'ladi. Birinchi, nishoni yo'q bo'lib, o'zini bir ishga atamagan kishilar. Ikkinchi, o'z g'oyasining amalga oshadigan oshmaydiganligini bilmay, shuning bilan o'z g'oyasiga o'zini beg'ishlashdan qo'rqadigan kishilar. Uchinchi, bir g'oyasi uchun o'zini beg'ishlab ish boshlab, ishlar qiyinlashganda g'oyasidan voz kechadigan kishilar. To'rtinchi, o'zi uchun g'oya tiklab, u g'oyalarga o'zini to'liq atab, tegishlik badal to'lash orqali ularni amalga oshiradigan kishilar. Siz qaysi xildagi kishilarga tava? Siz o'z g'oyalaringizni amalga oshirib bo'ldingizmi? Siz men cho'qum qila olayman degan ishlarning hammasini qila olayotamsiz? Kishilar sizga ishonib, sizga osonla ergashamdi. Agar sizning bu savollarning birarsiga beradigan javobingiz yo'q bo'ladi ekan, masala sizning o'zingizni qilayotgan ishlaringizga qaysi darajada atganligingizda bo'lishi mumkin. Davomi bor.